Kontraktdagi talabalar diqqatiga biz 400 million so'mlik ta'lim granti e'lon qilyapmiz kontraktda o'qiydigan talabalarga. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu qanaqa grantligini tushuntiraman. Hozir men Yoshlar ishlari agentligidaman. Alisher aka, Sa'dullayev bilanman, Rustam aka, Ibrat loyihasini koordinatori, Ulug'bek aka, O'zChess loyihasining koordinatori, Sirojiddin aka mutolaa hamda ustoz AI. O'ryan Mikrochir Rashidov, ustoz AI. Ustoz AI demak loyihasini koordinatorlari. Xo'p, biz nimaga yig'ilib turibmiz o'rtoqlar? Sizlarga bir hamkorligimiz haqida qisqacha aytib qo'ymoqchiman. Bugundan boshlab men mana shu 4 ta loyiha bo'yicha ambasador bo'lmoqchiman. Ya'ni bulardagi yangiliklarni, yaxshi o'zgarishlarni sizlarga yetkazib turaman. Videoda, Telegramda, postda va hokazo. Endi biz nimaga kelishdik desak, har bitta mana shu 4 ta loyihadan istalgan biri bo'yicha har bitta postga, ya'ni qilgan materialimizga bitta talabaga 8 million so'm kontraktini to'lab beramiz va bular rozi bo'lishdi shunga. Jami 50 nafar, bir yilda 50 nafar talabaga biz 8 million so'mdan 400 million to'laymiz. Alisher aka, rozimisiz? Albatta, bu ijtimoiy loyihalardan bittasi. Shu talabalarni o'qish uchun butun loyihalarimiz, o'zi hamma loyihalarimiz talabalar uchun. Kitob o'qish ham, til o'rganish ham, shaxmat ham, kasblar o'rganish ham, lekin kreativ yangicha usul, men o'ylayman, bunaqasi endi tarixda birinchi marta bizlar mana shu qiziqarli bir formatda kollaboratsiyamiz. Bundan keyin ham biz hamkorlikka har doim tayyormiz. Demak, o'rtoqlar, qaysi talabalarga to'lanishini men o'zim belgilayman. Metsenat loyihamiz bor. Biz o'sha orqali grant e'lon qilamiz, sizlardan arizalarni olamiz va albatta ro'yxatini bularga beraman va bular o'tkazib beradi. Bitta narsa, qayerdaki men tomonimdan Ibrat, O'zChess, mutolaa, ustoz AI haqida material ko'rsangiz, bilingki, buni ortidan biz qaysidir bitta talabaga 8 million so'm kontrakt to'lab berdik degani. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha va qo'llab-quvvatlab turinglar iltimos.